Mana do'stlar, biz Kobulga yo'l oldik. Mana eng katta tunnel mana shu bo'ladi do'stlar. Bu ichgarisi qurshalgan mana o'tgan yili. Mana do'stlar, bu ham Kobul shahri poytaxt. Shunaqa tog'larning ustida uy qurib yashaydi. Mana tog'larning ustiga qilib uy qurgan. Pastda asosiy shahar, markaziy shahar. Mana shahar. Zamonda qurganda endi buni. Yo'q, o'lgandan so'ng ko'p qatorlar qilgan. Kim qator? Saroy shamoli. Ularni o'zlari bag'lab olyapti. Mana olti Mana do'stlar, biz Kobulga yo'l oldik. Mana eng katta tunnel mana shu bo'ladi do'stlar. Bu ichgarisi qurshalgan mana o'tgan yili. Mana bitga nima qilingan, bitirilgan, qurshalib. Tolibonlar tomonidan qurshalgan. Mana bu tog'. Juda ham sovuq do'stlar. Muzlab qoladi odam shu yerda qolsa. Yoz mavsumi hozir. Mana bulutlarga qarang, tog'ning yarmida uchib yuribdi. Mana bu yerda bitta masjid bor.